Birodarlar, nihoyat yaxshi xabar bor. Rossiya va O'zbekiston yangi kelishuv imzoladi. Endilikda mehnat muhojirlarining huquqlari qonun bilan himoyalanadi. Endi hech kim sizni alday olmaydi. Pasportingizni olib qo'ya olmaydi. Ish haqqingizni to'lamay qo'ya olmaydi. Ikkala davlat prokuraturasi birgalikda nazorat qiladi. Lekin unutmang birodar, qonun faqat bilgan odam uchun ishlaydi. Agar siz o'z huquqingizni bilsangiz, hech kim sizdan ustun bo'lmaydi. Bu yangi davr. Endi muhojir o'zbekning ovozi bor, huquqi bor va himoyasi bor. Haqqingizni biling, o'zingizni hurmat qiling va eng muhimi, o'qing, o'rganing. Kelajak bilimda, nafaqat patentda. MKM Group sizga yordam beradi. Rossiyada o'qish, RVP va VNJ olish yo'llarini ochadi. Bilim bu erkinlik. MKM Group sizning yo'lingiz Rossiyada qonuniy hayot sari.